Narx 400 ming dollarga Zeekr 9X. Hozir buni puliga 4 ta Zeekr 9X beradi, lekin bu Mansory tomonidan ishlab chiqarilgan bitta dona hozirchaligi. Polni teglari karbon, eshiklarni ko'rasizmi? Orqa tomonga ochiladi. Hamma yog'ini karbon qilib qo'ygan, 24 diska balon turibdi. Farogli elektronniy. Ichlarini bitta ko'ring. Yorvorgan. Prosta yorvorgan. Orqalari sidenalarni to'sib qo'yibdi, atak ular ham zo'r mana. Mana. Yorvorgan. Nima deysiz? 400 ming dollarga arziydimi yoki yo'qmi? Endi Toshkentga boradi, yana yo'lkira qo'shiladi. Bitta dona, dunyoda bitta bo'lib yurasiz. First Edition deb yozib qo'ygan mana. Pastlari ham karbon, vixlip ham qilinganmi deyman? Mana buni bitta ko'ringlar, tegina ko'rib qo'ying. Vixlip qilinganmi, yo'qmi uni bilmayman, lekin gulishtirli 4 talab turibdi. Ichlarini ham lekin zo'r qilib qo'yibdi, mana qarang. Shunaqa gap.